Kanalimizning birinchi videosida Erkin akam videolar turibdi. Assalomu alaykum. Bugungi mehmonimiz yana Navoiydan. Yillar o'tib Erkin akam aka assalomu alaykum, xush kelibsiz. Xo'p, necha yil oldin birinchi marta kelgan edingiz va necha millimetr bilan? 8 millimetr bilan 22 midi? 22-yil, 22 yil oldin emas, undan men juda kichkina bola bo'lib qolaman. Ha, shunaqa yillar men 5 yildan sal o'tgan bo'laman-da. O'sha yillar 22-yillar 3 yil oldin Erkin akam kelganlar. Hassada keluvdilar. Birinchi kurs o'zidan keyin hassasi chiquvdi-da. Katta millimetr 9 midi? 11 midi necha? Yo'q, 8. 8, ha, 8 dediz. 8 millimetr lekin oqib ketgan operatsiya deyishgan ko'pchilik joyda. Akam kelganlar kasb aytaman, greji bo'lmasdan iloji yo'q, matarisi akam. Navoiyda bo'lsa boraversinmi? Qayerdan edi? Navoiyda o'zidan. Bo'ldi. Boradilar, borishadi. Joyini ham aytib yuboring, to'xtatib qo'ydim gapdan sizni. Qayerdan? Aniq ayting, reklam ayting. Sentrdan-da. Narpayda. Narpay sentrskiy bolalardan tog'am. Lekin effekt zo'r bo'lgani yaxshi. Bemalol o'sha misol uchun mana birinchi motorni ko'tarib silkitadigan joyida ushlab qolgan edi. Shunday. Hozirgi kunda ham lekin o'sha ishni qilasa, hozir ham davom etyapti. boya so'radim, hali ham servisdalar, hali ham motor qiladilar. Xohlasanglar borib ko'ringlar. Ko'tarayotganlarni ham ko'rasizlar. O'shanda noto'g'ri ko'tarish bo'lib qolganda, to'g'rimi? Hozirgi kunda misol to'g'ri ko'taryaptilar, og'ir ko'taraversa bo'lar ekanmi rejaga? Bo'ladi. To'g'ri stil qilsa bo'ldi misol uchun. Hozir o'rganib olgansiz, misol uchun sal og'riydigan bo'lsa, ko'tarmay turib, keyin yana ko'tarib ish qilaverasiz. Tirikchilik to'xtatish shart emas, grejadan bemalol muolajadan keyin ishlari qilaversa bo'ladi. Bir-bir baribir tirikchilik uchun hech kim yotganga pul to'lamaydi Erkin aka. Kimdir bozorchi, kimdir mana sizga o'xshagan servisda, kimdir yana kunim bilan kompyuterda o'tiradi, aqliy mehnat, baribir hammada grej bo'lish ehtimoli katta-da. Mana yaqqol misol Erkin akam 3 yildan keyin ham ahvol zo'r, hech qanaqa operatsiya qilmadilar. Hassadan bemalol yurishgacha chiqib ishlab yuribdilar. Aka joni sog' bo'lsin, hozir yotib olasiz, manual terapiya jarayonlaridan oldin qizdirishni boshlaymiz. Bitta akamizni muolajalarini videoga o'tganimiz bilan bemorlar ko'p bo'ladi. Xonada yotishibdi, yotoq ovqat muolaja hammasi ichida bemalol ovqatlanib, yotib muolajalar olib ketishingiz mumkin. Qirsillatib barmoqdan olsangiz, keyin yotish kerak. Boshqa akalarimiz ham xonada yotib muolajamizni olishyapti. Shunaqa 3 ta bemorni chaqiramiz, qirsillatamiz, barmoqdan olsamiz, keyin bo'lsa yana 3 ta bemor chaqiramiz. Xonada bemorlar yotishadi, ovqatlarimiz bor, bemalol murojaat qilib kelishingiz mumkin. Asosiysi tabiiy dori, ukol, tabletka, parashok, biroy mana parashok ichib yurasiz degan narsalar yo'q. Faqat tabiiy usul. O'zingizga mashq beramiz, o'zingizga trenirovka beramiz, qizdiramiz, osamiz. Dori, ukol bu yoqda ham ishlatilmaydi. Belga bir mahal mast suriladi, umurtqa pog'oni yaxshi cho'zilishi uchun. Bo'sh qo'yib berasiz. Bo'sh. Naborot. Bo'sh. Oppa! Manual terapiyalar jo'stki juda qattiq qilinmaydi. Chunki qattiq qilinganda belda og'riq bor paytida yana og'rib qolishi mumkin. Shuning uchun bizda faqat umurtqa pog'onasini ozgina yonga buralib, elastiklik yaxshilanib, cho'zilish yaxshi bo'lish uchun va mana qo'ldan tortganimizda bo'yin umurtqasiga aloqasi bor. Bo'yinlarda ham qizib, butun tana qizib olish uchun qilinadi. Mana bo'yindan ham tortamiz. Bo'sh qo'ying. Bo'sh. Oppa, shuni o'zi yetadi. Qattiq tortib, muolajani asosi manual terapiya emas. Shuning uchun qattiq tortib, bemorni qo'rqitib, og'ritib qo'ymaymiz. Keling. Osilish bizda eng asosiysi umurtqada rastiyashga bo'lganda qon yaxshi aylanadi, disklar elastikligi yaxshilanib, kichrayish protsessi boshlanadi. Dori-kol tabletka yo'q, osilish jarayonlarini boshlaymiz. Ketdi, bismillah. Hoppa. Ikkita barmoq o'zidan ko'ryapsizlar. 1 2 3 4 5 6 7 zakaz bo'ludi, o'zi 3 ta zarba beramiz. Erkin akam oldin ham ko'p kelganlar uchun menga ko'proq uring Zuhriddin deb o'tiring. Zuhriddin ko'proq uring deganlar uchun 10 tur bordi, oyog'iga yechuramiz. Videoni ko'p holatlarda uzmaymiz. Nimaga? Chunki bemorlar barmoq og'rib qoladi deb o'ylaydi. Erkiniga mana shuni shunday qistiraman yana.
Xo'p, barmoq qanaqa? Yaxshi. Og'rimadimi? Yo'q, og'riq yo'q. Endi siz misol uchun o'rganib ham qolgansiz osilishga, tajribali insonsiz. Masalan, oldinlar ham olgansiz. Agar og'riganda kelmasdiz, Shunday, ha. oldinlar urdirganingizda ko'p 30 ta ham menimcha esimda urganmiz. Shunday, ha. Xudo xohlasa bemalol kelsanglar, barmoq hech nima qilmaydi, hammasi joyida, ishlab turibdi. Bemalol kelsa bo'ladi, to'g'rimi? Shunday. Nima deysiz? Navoiyliklarga yoki Hamma O'zbekiston bo'yicha tavsiya etaman sizni. gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin. Sizdan men davo topganman-da. Allohingizda bilan xulosa mana biza sababchi Erkin akam oldingidan ancha yaxshilar. Shunday. Ko'rganimdan rostdan xursandman, bildingiz siz ham. Sizam rahmat. Sog' bo'ling, xonaga kirib yotib olaverasiz. Katta rahmat. Xo'p, osilish jarayonlarini boshlaymiz, ularni videoga olmaymiz. Grijangiz bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilib keling. Bizda shunaqa narsa, belgi rejasi disk uchurasini, xo'p, sog' bo'ling. Belgi reja disk uchurasini osilish jarayonlarida har xil sohadan kelishadi. Shuning uchun kimdir mayli videoga oling deshadi, kimdir yo'q. Bir necha kunda bir marta syomka qilamiz. Har kuni 10 ta bemor bor. Kelsangiz sizni ham davolab beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni asrang. O'zni professionallar qo'liga topshiring.